Qizlar, nega endi bironta bolamiz yo'q? Qani Ulug'bek, Muhammadalilar qayerda qolishdi? Ko'chada futbol o'ynab yurishgan bo'lsa kerak-da, ustoz. Va darsga ham kech qolib yuradimi, bu bolalar? Ustoz, bilasizmi? Ulug'bek formam chizib tashladi. Yo'q. Ha. Ustoz, bilasizmi? Menga oyim har doim bulochka pishiradi, lekin Ulug'bek uni yeb qo'yadi. Yeb qo'yadi? Ha. Voy, seni bo'lishingni Ulug'bek yeb qo'yadimi? Voy, yana ustoz bilasizmi, Muhammadali bor-ku, hech qachon navbatchilik qilmaydi. Ustoz Akbarchi, nechta kitob o'qiding deb so'rasam, 6 yil oldin Sehrli qalpoqcha kitobini bir varaqni o'qigan edim deb javob berdi menga. Hali shunaqami? Ha, ustoz. Voy, bularni albatta tarbiyaga, tartibga chaqirish kerak. Shunday qiling ustoz, yaxshi bo'lardi. Qayerda qoldi ekan bular? Hech gapga kirmadi-da shu bolalar. Nuqul gapiraman, hech ham gap ta'sir qilmayapti bu bolalarga. Qayerda qoldi ekan? Ota-onasiga telefon qilib bilsammikan, qayerdaligini. Mumkinmi? Salom. Va alaykum salom. Qayerda yuribsizlar? Dars boshlanganiga qancha vaqt bo'ldi? Nega kech qolib yuribsizlar? Kechikishimizning sababi Nima gap bo'lyapti? Qayerga ketdi Ulug'bek? Nima bo'lyapti? Ana boshlandi endi bularning nag'malari. Voy tavba. Aziz, qadrli ustoz, Sinfimizning aqlli va bilimdon qizlari, sizlarni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan barchangizni chin yurakdan tabriklaymiz. Rahmat bolalar. Rahmat kutilmaganda bo'ldi-yu, ha? Barakalla. Rahmat. Juda ham bizni xursand qildingiz bolalar. Rahmat, lekin baribir ham darsda kech qolmasdan yurishingizni tavsiya qilaman. Albatta yaxshi o'qib yuringlar, xo'pmi? Qizlar, bolalar, keling hammamiz birgalikda bitta esdalik uchun suratga tushsak, ha? Kelinglar. Qani, keling. Yig'ilishamiz hammamiz. Chiroyli bo'lib.